Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu yerda siz eng so'nggi futbol yangiliklari va qiziqarli voqealarni topasiz. Agar yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va videoga bitta dona like bosib qo'ying. Fikringizni kommentariyada yozishni unutmang. Demak, biz boshladik. Man City o'zbek muxlislari borasida hayratlanarli ko'rsatkichlarni e'lon qildi. Manchester City'ning YouTube kanali 2024-25 yilgi mavsum davomida O'zbekistondan 26 million marta ko'rildi. Bu barcha mamlakatlar orasida 4-chi eng yuqori ko'rsatkichdir. Shuningdek, yurtimizdan klubning veb-sayti va ilovasidan foydalanuvchilar soni deyarli 1 millionni tashkil etdi. So'nggi 2 yil ichida Manchester City'ning o'zbekistonlik ishqibozlari bazasi 500% dan ko'proqqa oshgani kuzatildi. Italiya Eldor Shomurodovni unutgani yo'q. Xorij matbuoti Turkiya chempionatini yondirayotgan o'zbekistonlik hujumchining o'yinlarini tahlil qildi. Turkiya chempionati azaldan qarama-qarshiliklar va yirik ambitsiyalarga to'la, biroq 2025-26 yilgi mavsumda Superliga butunlay boshqacha ssenariy asosida davom etmoqda. Mavsumning yarmi o'rta qolgan bir pallada Eldorning ko'rsatkichlari juda yaxshi ko'rinishda. Gollar soni 16 ta, shundan 15 tasi Superligada, golli uzatmalar 5 ta, asosiy raqiblar Pol Onochu, Trabzonspor, Mauro Icardi, Galatasaray va Taliska Fenerbahce. Eldor nafaqat o'z jamoasining, balki butun liganing eng xavfli hujumchisiga aylandi. Uning mavsum boshidagi ketma-ket gollari tasodif emasligi barqaror natijalar bilan isbotlandi. A Seriyada Genoa, Spezia, Cagliari va Roma safida barqaror o'yin ko'rsata olmagan Shomurodov Turkiyada o'zini qayta kashf etdi. Eldor Başakşehirda hujum markazidagi asosiy figuraga aylangan. Tezkorlik, bosh zonalarga ochilish va jamoadoshlar bilan kombinatsion o'yin. Bularning barchasi Eldorning kuchli jihatlari sifatida to'liq namoyon bo'lmoqda. Turkiya grandlari o'zining optimal tarkibni topishga urinayotgan bir paytda o'zbekistonlik hujumchi barqarorligi bilan boshqalardan yaqqol ajralib turibdi. U deyarli har turda gol urmoqda va jamoasini oldinga yetaklamoqda, deyiladi Teleradio Stereo nashri. Yulduzlar soyasidan taxtgacha. Italiyaning nufuzli nashrlari o'zbekistonlik forvardning Başakşehir safidagi uyg'onishini haqiqiy sensatsiya deb baholadi. Superliga to'purarlar jadvaliga nazar tashlagan har qanday muxlis u yerda Viktor Osimhen, Mauro Icardi yoki Marco Asensio kabi yulduz futbolchilarni ko'rishga odatlangan. Biroq real manzara boshqacha. To'purarlar poygasining mutlaq peshqadami aynan Shomurodovdir. Mavsumning yarmi o'rta qolgan bir pallada Eldorning ko'rsatkichlari juda yaxshi ko'rinishda. Gollar soni 16 ta, shundan 15 tasi Superligada, golli uzatmalar 5 ta, asosiy raqiblar Pol Onochu, Trabzonspor, Mauro Icardi, Galatasaray va Taliska Fenerbahce. Italiya nashrlari Shomurodovning muvaffaqiyatini unga berilgan cheksiz ishonch va taktik erkinlik bilan bog'lamoqda. Başakşehir loyihasining markaziy figurasiga aylangan Eldor Trigoriyada, Roma bazasi faqat vaqti bilan ko'rsatgan qobiliyatlarni Istanbulda to'liq namoyon etmoqda. Bugun Shomurodov nafaqat O'zbekiston, balki butun Osiyo futbolining Yevropadagi eng yorqin vakillaridan biri sifatida o'zining oltin davrini boshdan kechirmoqda, deya qo'shimcha qilinadi manbada. Ronaldo kelajagi bo'yicha qaror qabul qildi. Fabrizio Romano. Portugaliyalik yulduz 3 ta o'yinlik boykotdan so'ng safga qaytdi. Mashhur insider Fabrizio Romano barcha tafsilotlarni ochiqladi. Ko'pchilik o'ylaganidek, Cristiano Ronaldoning muammosi jamoadoshlari yoki murabbiy bilan emas, balki Saudiya Arabistoni suveren jamg'armasi, PIF rahbariyati bilan bog'liq bo'lib chiqqan. Ronaldo klubning transfer siyosati, ajratilayotgan budjet va jamg'arma tomonidan qabul qilingan ayrim qarorlardan norozi bo'lgan. Aynan shu sababli u Saudiya Pro Ligasining so'nggi 3 ta o'yinini o'tkazib yuborgan edi. Asosiy yangilik shundaki, Ronaldo allaqachon umumiy guruh mashg'ulotlariga qo'shildi. Kecha An-Nasr o'z maydonida Al-Fatih klubini qabul qildi va Cristiano ushbu bahsda ishtirok etib, o'z hisobiga bitta gol yozdirib qo'ydi ham. Real doim uning orzusi bo'lgan. Vengriya milliy jamoasi murabbiyi Sobosla haqida gapirdi. Vengriya milliy jamoasi ustozi Marco Rossi, Liverpool, yarim himoyachisi Dominik Soboslayaning Madridning Real klubi safida top tepish orzusi ekanligini aytib o'tdi. Uning doim bir orzusi bo'lgan, Real Madrid safida top tepish. Men Dominik bilan u futbol o'ynashni boshlagandan buyon yaqin aloqadaman va Real doim uning azaliy orzusi bo'lgan. U bu qadamni tashlaydimi yoki yo'q bilmayman. Chunki bu uning o'ziga va klubga bog'liq. U Liverpoolda qolishi ham mumkin, Angliyada uni qadrlashadi. Dominik Liverpoolning muhim futbolchisiga aylanib ulgurgan, Liverpool esa jahonda eng yirik klublardan biri, deya Rossi so'zlardan iqtibos keltiradi Marta. Dominik Soboslay Liverpoolga 2023 yilda RB Leipzigdan qochib o'tgan.
Ushbu mavsum Wenger barcha musobaqalarni inobatga olganda 34 o'yinda maydonga tushib, 9 ta gol urdi va 7 bor golli uzatma yetkazib berdi. Transfermarkt portali Havbekning aktual transfer narxini 85 million yevroga baholamoqda.